Assalomu alaykum hammalaringizga yana bir bor. Bugun 15 dekabr 25-yil. Bitta qist uy zarposi uchun 8 ta 3 metrlik ko'rpachalarimiz, 10 ta yostiqlarimiz tayyor bo'ldi. Bular avrastar qilingan tayyor holatda keldi. Paxtalarini solib, faqat qavlishi mandan. Mana bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Qavlishlari 7 ta tikilishga yurilgan. Paxtalari ham o'zlariniki, faqat tortirib paxtani keyin soldim. Yostiqlarni mana o'ziga solingan. Chunki shunaqa tikilganda bu mana o'ziga solindi. Buni ichiga chexol qilib bo'lmaydi. Mana bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Hozir men sizlarga buni yig'ma holatlarini ham ko'rsatib o'taman. Mana yig'ma holatlarini ham ko'rib o'zlaringiz baho beringlar. Kimga shunaqa komplektlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin.